Onamni shifokorlar operatsiya qilmasalaring bo'lmaydi deb aytishdi. Onamga birday operatsiya qildiraylik desak, onam yo'q, meni yoshim 70 ga yaqinlashib qoldi. Men operatsiya qildirmayman deb aytdilar. Biz ko'pchilikdan surishtirdik Surxondaryodan. Ko'p kishi bizga Oybek doktorni tavsiya qildi. Biz Vohidov nomli xirurgiya ilmiy markaziga keldik. Oybek doktor bizni yaxshi kutib oldilar. Meni yuragimdagi ichidagi trombalarni tozalab oldilar. Meni bir klapanimni almashtirdilar, yana bir klapanimni tuzatdilar. Men hozir shu yerga kelganimdan beri nafas qisishlarim ancha yaxshi bo'lib qoldim. Holsirashlarim yo'qoldi. Operatsiya qilish yaxshi ekan. Sizlarga ham tavsiya etaman. Operatsiyadan keyin men ancha yaxshiman. Barcha shifokorlarga minnatdorchilik bildiraman. Men onamni operatsiyasiga ishtirok etgan barcha yo'ldoshlarga rahmat deyman hammasiga. Oybek ukamga ham rahmat. Ayamni tuzatib bergani uchun. Onamni operatsiyasiga ishtirok etgan barcha yo'ldoshlarga rahmat deyman. Hammasiga minnatdorchilik aytaman.